Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Legioner TV kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keling do'stlar, birgalikda bugungi rolikka 5000 tadan ziyod like yig'amiz. Albatta bu Legioner TV kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Angliya Premyer Ligasining 29-turida Josep Gvardiola boshchiligidagi Manchester City o'z maydonida Nottingham Forestni qabul qilib, 2-2 hisobida durangga imzo chekdi. Bellashuvning 31-daqiqasida Semenyo shaharliklar safidagi 7-golini kiritishga muvaffaq bo'ldi. City 56-daqiqada o'z darvozasidan to'p olib chiqdi. Morgan Gibbs-White tovoni bilan chiroyli gol muallifi bo'ldi. 62-daqiqaga kelib oltin to'p sohibi bo'lgan Rodri jamoasini yana hisobda oldinga olib chiqdi. Burchakdan uzatilgan to'pni ispaniyalik yarim himoyachi boshi bilan zarba berib, darvozani ishg'ol qildi. Nottingham Forest ikkinchi marta ham ortda qolib turib, hisobni tenglashtira oldi 2-2. Bu orqali manchesterliklar ochkolarini 60 taga yetkazib oldi va Arsenal bilan farqni 7 ochkoga oshdi. Londonliklar bu turda Braytonni minimal hisobda yengdi. Nottingham Forestga qarshi zaxiradan maydonga tushgan Abduqodir Husanovning o'yini qanday baholandi? Angliya Premyer Ligasining 29-turidan o'rin olgan bahsda Manchester City o'z uyida Nottingham Forestni qabul qildi va 2-2 hisobida durangga qayd etdi. Mazkur uchrashuvda 73-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Abduqodir Husanov bir qator statistik portallar tomonidan baholandi. Jumladan SofaScore o'zbekistonlik himoyachining harakatlariga 6.7 ball qo'ygan bo'lsa, Fodmo portali 6.1 ball bilan baholadi. Shuningdek, Flashcore portali ham Husanovning o'yinlarini 6.4 ball berdi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, shaharliklar keyingi uchrashuvni Angliya Kubogi doirasida Newcastle ga qarshi o'tkazadi. Abduqodir Husanov 6 ball ehtimol. Nottingham Forestni o'tkir qarshi hujumlarini to'xtatish uchun Husanovni maydonga ertaroq tushirish kerak edi. O'yinga qo'shilgandan juda yaxshi o'ynadi va ochko saqlanib qolinishiga katta hissa qo'shdi deya City.co.uz portallari shunday fikr bildirgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanovni asosiy tarkibda maydonga tushirmagan Gvardiola ham bundan biroz afsuslangan, ammo Abduqodir Husanov ayni damda Ramazon oyi ro'zasini tutayotganligi sababli uni ko'proq charchatib qo'ymaslik sababli ikkinchi taymda, ya'ni ikkinchi bo'limda maydonga tushirmoqda ekan. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar va o'ylaymizki, keyingi Newcastle United va Real Madridlarga qarshi hamyurtimiz asosiy tarkibda maydonga tushishini kutib qolamiz. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Legioner TV kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.